birinchi o'rinda shartni o'qimasdan ham oldin, shartni o'qimasdan oldin biz ixtiyoriy tenglama bersa, 0 ga teng bo'lsa, har birini alohida qilaman, 0 ga tenglab yechaman. Buni bilamiz, to'g'rimi? Endi qaranglar. Endi shartini o'qiymiz. Given equation berilgan tenglamada k musbat o'zgarmas. Product of solutions. Product nima? Ko'paytmasi. Nimani? Yechimlarining ko'paytmasi. Tenglamani 77. Demak, bu tenglamani yechimlarini bir-biriga ko'paytirsam nima chiqar ekan? 77. Nima qiymati? Kani topgan. Xo'p, endi qaranglar. Biz shartiga ham tushunib oldik. Qanday yechishni bilamiz. Demak, birinchisi. Mana 7/4 son bo'lganligi uchun ko'payib turibdi. Nariyoqqa bo'lish bo'lib borsam 0 olib ketadi. Demak, 7/4 nima? Ahamiyati yo'q. Birinchisi 4x qo'shib 7 teng 0. 4x teng -7. X teng -7/4. Hamma rozi? Tushundingmi? Endi ket. X plus 4k plus 7 teng 0. Nariyoqqa qo'ydaman. X teng -4k plus 7. Hamma rozimi? Bu birinchi ildiz, bu ikkinchi ildiz. Endi nima qoldi? Uchinchi ildiz, ya'ni x minus 4k plus 7 teng 0. Endi qarang, bu oddiy sonda aytayotgan-ku. K musbat son degan, o'zgarmas son degan. Demak, bu yerda nechidir bor? 6 bormi, 7 bormi, nechidir? Shu shuni top deyapti. Demak, bundan x topsa nariga o'tadimi? 4k qo'shib 7. Ana bu nechinchi ildiz bo'ldi? 3-ildiz bo'ldi. Hamma rozimi? Tushundingmi? Xo'p, endi deyapti. Product of solution, ya'ni x1, x2, x3 nechi deyapti? 77 deyapti. To'g'rimi? Endi ko'paytiraman. Ketdi. -7/4 -7/4 ko'paytirilgan. Birinchisi minus 4k qo'shib 7 qarz ko'payma nimaga? Minusligi uchun ko'paytirilgan. 4k qo'shib 7 teng ko'paytirilgancha 77. Hamma rozimi? Tushundingmi? Endi gapdi. Minusga minus plus bo'lib ketdi. Nima qoldi? 7/4 ko'paygan. Yo'q, o'tmayman. Mana bir xil ildizlar ko'paytirsan nima bo'ladi? Ya'ni bir xil sonni ko'paytirsan, kvadrati bo'ladi. To'g'rimi? Endi ikkalasida ham nima bor? Ildiz bor. Ildiz turibdi. Ildiz bilan kvadrat yeyishga nima qolar ekan? O'zi qolar ekan. Demak, men ham bunga ko'paytirsam nima qolar ekan? 4k plus 7. Ayashing. 4k qo'shib 7 teng necha? 77. Hamma rozimi? Tushundingmi? Tushunyapsizmi? Endi qaranglar. Endi qarz ochmayman. Bilamizki ko'paytirish bo'lsa qisqartirish mumkin. 7 bilan bu. 11. Bo'ladimi? Endi 4 nima qilaman nariyoqqa? Buni ko'paytirishga boraman. Demak, 4k qo'shib 7 Teng 44. teng 4 kere 11 44. 4k teng nariyoqqa bo'lsa 37. Kam topsa 37/4 degan javob chiqadi. Tushundikmi? Savollar yo'qmi? Aniqmi? Yozamiz.